Gibrid mashinasiga propan qo'ysa bo'ladimi? Qancha probeg yuradi va nima foydasi bor degan aka-ukalarimiz uchun bugun savollarga javob beramiz. Assalomu alaykum. Ekogaz servis jamoasi tomonidan bugun BYD Chazor mashinasiga propan uстановка qilganmiz. Sizlar to'liq obzori bilan tanishtirib o'taman. Bugun sizlarga diqqat markazlaringni bu mashinamizni parametriga qaratmoqchiman. 65 litrli balon uстановка qilingan. Postavkalar bilan cho'tka qilib qotirilgan, qo'ldan kelgancha baho berishsizlardan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, обычный holatda o'sha Gentra Nexus 3 larga qanaqa narsa qo'yilsa, xuddi shu narsalar qo'yilgan. Men bularni emas, bugun sizlar bilan bu mashinani qanaqa ishlashi to'g'risida gaplashmoqchimiz. Sababi bu mashinaning parametri qiziq hammaga. Bu mashina dvigatel 1,5 atmosferli elektromotor bilan harakatlanadi. Bu faqat zaryad qilib beradi xolos. Dvigatel kuchlangan paytda faqat nimaga, elektromotorga quvvat yetkazib berib turadi. Shuning uchun xizmat qiladi. O'shaning uchun buni rasxodi kam. Bitta bak bilan 950 km konditsioner bilan yurdim deyishdi hozir egalari. Mana shu nomer, mana egalarini ko'rganda so'rab olaverasizlar bemalol. Xo'p, bu mashinamiz 100% gazda harakatlanadi. Benzin umuman aralashtirmaydi. Mana hozir harakatlanib turibdi. Xo'p, sizlarga to'liqroq batafsilroq ma'lumot bermoqchiman. BYD Chazormi yoki boshqa gibrid mashinalarni har qanaqa turiga, har qanaqasiga. Buni GDI motori ham bor, MPI motori ham bor. Bu hozirgi 1,5 MPI motor. 100% benzinda va gazda o'zida harakatlanadi. Benzin rasxod qilmaydi bu yurganda. Hozir akam aytishlari bo'yicha 950 km yurdim, konditsioner ham yonadi deyishdi. 1 gram benzin ketgani yo'q deyishdi. Biz dvigatel yonishi bilan sirazi gazda harakatlanadigan funksiyaga o'tkazib qo'yganmiz bu mashinani. Shunaqa funksiyasi ham bor. Mashina dvigatel harakatlanadi. Mana misol hozir elektromotorda yuradi-ku bu. Qo'zg'alyapsizda, nagruska tushgani yo'q, elektrda o'zida ketyapti. Bitta gaz bossangiz sirazi dvigatel yondi. Endi u dvigatel yongandan keyin 4-pakalenada gradus nechidir gradusga chiqqandan keyin gazga qo'shadi-yu. Bu qizigincha o'zi qanchadir probegni bosib qo'yadi deyishingiz mumkin. Ana shu savoliga javob beryapmanki, gazni bosdi, dvigatel harakatlandi, o'sha gazda qizib, boshqa qilib o'tirmaydi. Xuddiki 3-pakalena qanaqa qo'yilgan bo'lsa, 4-pakalena xuddi shu holatda ishlatib berganmiz. Mana akam hozir bu mashinani men ataylab obzorini olmagandim-ki, qo'ygan kunim. Bu mashinani oldin 2 hafta, rovno 2 hafta nimadan o'tkazdik, proverkadan. Haqiqatda o'zini oqladi, hech qanaqa problema bo'lmadi. Chunki men endi birinchi marta qo'yishim gibridga. Hech qanaqa muammo bo'lmagandan keyin mana sizlarga tavsiya qilyapman, mana obzorni olyapman. Gibrid motoriga qo'ysalaring 950 km yurar ekan. 310 ming so'mga to'ldirdim deyishdi, bakda 950 km yurdi deyishdi. Endi buni o'zlaring kalkulyatsiya qilib hisoblab olaverasizlar. Misol sizlarga ma'qul bo'lsa, joyimiz o'sha Dang'aradagi Mastona bozorida, ro'parasida, Jalolbek servisning yonida. Pastda raqam qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha premium darajada xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.